Sherzod aka, menga Instagramda har kuni 2-3 ta rasm keladi. Sizga ham kelsa kerak ko'p. Ota-onalar o'zlarining o'g'ilchalarini bulbulchalar rasmini jo'natishadi. Qachon sunnat qildirsam bo'ladi? Men o'zimga ham qiziq shu savol, qachon bolalarni sunnat qildirish kerak? Yosh bolalar uchun sunnat vaqti eng optimal vaqt 2-4 yosh hisoblanadi. Odatda shu yoshlarda minimal travmalar bilan, minimal asoratlar bilan o'tadi. Hozir endi biz ko'p davlatlarni ham eshityapmiz. Ba'zi davlatlarda shunaqa ekanki, umuman bola tug'ilgandan keyin darrovda o'sha o'zida sunnat qilib, keyin palataga olishar ekan. Agar tug'ilganda yoki 1 yoshligida 2 yoshgacha bo'lgan muddatda ham umuman sunnat qilsa bo'ladimi? Va ota-onalarda ko'proq savol bor. Agar men 1 yoshligida o'g'limni o'sha sunnat qildirsam, bulbulchasi kichkina bo'lib qoladi degan savollar ham ko'p qiynar ekan ota-onalar. Ayniqsa Yevropa davlatlarida, Amerika davlatlarida tug'ilgan kunni ertasiga yoki bo'lmasa shu birinchi 7 kunlikda sunnat qilishadi. 7-14 kunligida bu bola uchun eng minimal travmalar bilan, ya'ni og'riq bola deyarli sezmaydi, deyarli emas, umuman og'riq sezmaydigan vaqt hisoblanadi. Shuning uchun ko'pchilik bu vaqtdan unumli foydalana olishga harakat qiladi. Lekin shunaqa asorat ehtimoli borki, siz o'zingiz aytyapsiz, jinsiy olot kichikroq bo'lib qolishi. Albatta, agar bunga ko'rsatma bo'ladigan bo'lsa, bu yerda operatsiya qilmasa bo'lmaydi. Bu ko'rsatmalardan bittasi bu fimoz, ya'ni jinsiy olotni oldidagi terichalar bilan yopilib qolish, jinsiy olotni golovkachasi, ya'ni boshchasi chiqmay qolish. Gipospadiya degan maxsus ma'lum bir kasalliklar bor. Unday kasalliklarda shu holatlar bo'lishi. Atrofiga tosh yig'ilib qolishi. Shunday holatlarda agarda bolada qiyinchilik, qiynalishda bo'ladigan bo'lsa, peshob chiqarishda, bunday holatlarda ko'rsatma. Agar ko'rsatma bo'lmasa, bola sog'lom bo'lsa, hech qanday peshob qilayotganda hech qanday qiyinchiliklar bo'lmaydigan bo'lsa, bu bolani imkon bo'lsa 2 yosh, 4 yoshgacha kutib turganim yaxshiroq. Demak, eng optimal vaqt 2-4 yosh. Albatta. 1 yoshligida o'sha sunnat qilinganda doim ham kichkina bo'lib qoladi degan tushuncha to'g'ri kelavermaydi demak. Yo'q, to'g'ri ham kelmaydi. Lekin baribir risk bo'ladigan bo'lsa, aytishadi-yu, 10 ta do'sting bo'lsa, 10 ta kam, bitta dushmaning bu ko'p. 10 tasida yaxshi o'tgani yaxshi, kam bu. Undan ham ko'proq qilinsa yaxshi. Lekin bitta asorat bo'lib turib, bitta kichkina bo'lib qolsa, bu o'zi. Hozir O'zbekistonda ham juda ham ko'p ota-onalar bolalarini 2 yoshgacha bormasdan o'sha 1 yosh atrofida sunnat qildirishyapti. O'sha 1 yoshda qilinayotganda jinsiy o'latini kichkina bo'lib qolishi qanaqa faktorlarga bog'liq? Doim ham shunaqa kuzatiladimi? Yo'q, albatta bu doim ham kuzatilmaydi. Hozir aytganimdek, bitta kichkina bo'lib qolsa ham bu o'zi ko'p. Bu eng muhimi bu yerda qachon kestirish kerak degan muammoda emas. Bu kimlardir yozda kestiraymi, qishda, kuzda, bahorda. Albatta, bahor, kuz eng optimal, yaxshi, lekin bu degani yozda, qishda umuman kesish mumkin emas degani emas. Bu yerda eng muhim vazifa bu yosh bolalar urologini vazifasi. Bu yerda to'g'ri rejalangan sirkumsiz, ya'ni kestirda amaliyoti eng yaxshisi to'g'ri rejalangan vaqtda qilingan. Ya'ni buni malakali mutaxassis o'zi to'g'ri vaqtini va ko'rsatmalarga qarab rejalashtirgani eng yaxshi. Va shunda asoratlar kichrayib qolish ehtimollari yoki bo'lmasa kichrayib qolishdan qo'rqib turib, undan ko'ra xavfliroq boshqa asoratlarga o'tib ketish ehtimollari kam bo'ladi. Demak, shu eng optimal vaqt bahor, kuz vaqt oylari va 2-4 yosh. Agarda bolada o'sha siz aytgan yuqoridagi ko'rsatmalar bo'lmasa, 2 yoshgacha sog'lom bo'lsa, 2-4 yosh eng yaxshi vaqt. Albatta, va eng asosiysi urolog, ya'ni bolalar urologi maslahati. Tushunarli.